Inson qalbi kengayadigan idishga o'xshaydi. Qalb idishga o'xshar ekan, u yaxshilik bilan ham to'lishi mumkin yoki Alloh asrasin, yomonlik bilan ham to'lishi mumkin. Qalbingizni Qur'on bilan to'ldiring. Ko'pchilik aytadi, nima uchun odamlar juda ta'sirli va'z nasihatlarni eshitsa ham hech ta'sirlanmaydi? Buning sababi nima? Ey aka-ukalar, dars eshitganda, va'z nasihatlar tinglaganda hayonni bo'lmasdan qalbni mashg'ul qiladigan har qanday narsalardan xalos bo'lib, qunt bilan tinglash lozim. Bu juda muhim. Ilm inson qalbiga quloq orqali kiradi. Modomiki qalb ilm uchun idish bo'lar ekan, quloq esa ilmning eshigi bo'lar ekan, demak foydali ilm olish uchun diqqat bilan tinglash kerak va qalb bilan fahmlash lozim. Agar qalb yaxshilikni jamlasa, barcha a'zolarni yaxshilikka yo'llaydi va yomonlikdan to'sadi. Qo'lni zulm qilishdan, tilni yomon so'zlardan, ko'zni haromlarga qarashdan, oyoqni harom tomon yurishdan va har qanday yomonliklardan barcha a'zolarni to'sadi va bunday qalb egalari Allohning solih bandalaridir. Abu Inabat al-Khawlani radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Yer ahli orasida Alloh uchun bo'lgan idishlar bor. Ya'ni Allohning zikri bilan to'ladigan idishlar bor. Robbingiz uchun bo'lgan idishlar solih bandalarning qalblaridir. Bu qalblarning Allohga eng suyuklisi, eng yumshog'i va eng pokizasidir. Ya'ni solih bandalarning qalblari Allohning zikri bilan to'ladigan idishdir. Odamlarning hayotida turli idishlar bor. Bu idish turli narsalar bilan to'ldirib qo'yiladi. Dunyoda Alloh uchun bo'lgan idish ham bor. Bu idish solih insonlarning qalblaridir. Alloh uchun bo'lgan bu idish solihlarning qalbi nima bilan to'ladi? Iymon bilan, ilm bilan, taqvo bilan, Allohga muhabbat bilan, Allohdan qo'rqish bilan va solih amallar bilan to'lib toshadi. Ibn Abu Shaybaning musannaflarida yaxshi sanad bilan rivoyat qilinadi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytganlar: albatta bu qalblar kengayuvchandir. Ya'ni kengayib o'ziga ko'p narsalarni sig'dirib boraveradi. Qalbingizni Qur'on bilan to'ldiring. Ya'ni Qur'on o'qib, uning ma'nolarini qalbingizga jo qiling. Qur'ondan boshqa befoyda narsalar bilan qalbingizni to'ldirmang. Agar inson qalbi Qur'on bilan va Qur'on ma'nolarini bayon qiluvchi hadis, tafsir bilan to'lsa, albatta qalb faqat yaxshilik bilan to'lgan bo'ladi. Ibnul Jawziy Ahmad ibn Xizravayhdan naql qilganlar: qalblar idishdir. Agar u haq bilan to'lsa, uning nurlari tashqi a'zolarda zohir bo'ladi. Agar u botil bilan to'lsa, uning zulmati ham tashqi a'zolarda bilinadi. Demak, inson qalbi kengayadigan idishga o'xshaydi. Qalb idishga o'xshar ekan, u yaxshilik bilan ham to'lishi mumkin yoki Alloh asrasin, yomonlik bilan ham to'lishi mumkin. Yuqoridagi hadisda aytilyapti: qalblarning Allohga eng suyukli bo'lgani yumshoq va pok bo'lganidir. Ya'ni yaxshiliklarni kirib borishi uchun yumshoq, muloyim, mo'minlar uchun ham yumshoq, muloyim, shuningdek gunohlardan pok, Allohning dinida mustahkam turish uchun kuchli, top-toza. Mana shunday qalb Alloh uchun eng suyuklidir. Qalb yaxshiliklar uchun ochiq, yumshoq bo'lsa, unga ilm kirib boradi. Bu qalb Allohni tanish bilan, Allohning zikri bilan to'lib toshadi va odamlarga ham mehribon bo'ladi. Qalb faqat iymon nuri bilan yumshoq va pokiza bo'ladi. Ana shunda Alloh taolo bu qalbning nurini yanada ziyoda qilib, iymon va ilm nuriga to'ldiradi. Qalbda iymon nuri mukammal bo'lsa, inson haq bilan botilni ajrata oladi va bu ne'mat go'yo inson uchun berilgan mukofotdir. Chunki bu inson qalbini pok, toza tutgan edi. Alloh uning qalbiga iymon va ilm nurini joyladi. Ammo kimning qalbi Allohning zikri bilan mashg'ul bo'lmasa, Qur'on oyatlari bilan to'lib toshmasa, balki befoyda narsalar bilan mashg'ul bo'lsa, bunday qalblarga iymon nuri kirib borishi oson bo'lmaydi. Ko'pchilikni hayratga soladigan savolning javobi ham mana shunda. Ya'ni ko'pchilik aytadi: nima uchun odamlar juda ta'sirli va'z nasihatlarni eshitsa ham hech ta'sirlanmaydi? Buning sababi nima deyshadi. Ba'zida ko'rasiz, shunday ta'sirli gaplar bo'ladi. Bu gapdan ta'sirlanmaslikning iloji yo'q, lekin ayrim odamlarga umuman ta'sir qilmaydi. Nima uchun bunday? Chunki ularning qalbi botil narsalar bilan to'lib qolgan. Har qanday yaxshilikni itarib tashlaydi.
Faqatgina Alloh ularga hidoyatni iroda qilgan bo'lsa, ularga o'sha botil narsalarni asl haqiqatini ko'rsatib qo'yadi va ularning qalbini botil narsalardan poklab, hidoyat nurini kirgizadi. Shunday ekan, Allohning oyatlaridan yuz o'girib, Allohga itoat qilmay, turli botil narsalar bilan mashg'ul bo'lgan qalblarga iymon nuri kirmaydi. Ilm olganda ham shunday. Kimning qalbi turli narsalar bilan mashg'ul bo'lib, faqat qulog'i bilan tinglasa, eshitgan ilmidan foyda topmaydi. Ha, ilmni yodlab olish mumkin, lekin bu ilm qalbga o'rnashmagan, qalbga joylashmagan har qanday ilm befoydadir. Alloh taolo aytadi: "Ularning qalblari bor, lekin anglamaydilar." Ali radhiyallohu anhu: "Qalblar idishga o'xshaydi. Uning eng yaxshisi eng ko'p fahmlaydiganidir", dedilar. Hambali ulamolaridan Abu Avn Saforini aytadilar: "Kimning qalbi mashg'ul bo'lib, faqat qulog'i bilan tinglasa, eshitgan ilmidan va hikmatlardan manfaat topmaydi. Agar qalb hozir va nozir bo'lsa, eshitgan ilmidan katta foyda oladi. Shuning uchun, ey aka-ukalar, dars eshitganda, va'z nasihatlar tinglaganda, hayonni bo'lmasdan qalbni mashg'ul qiladigan har qanday narsalardan xalos bo'lib, qunt bilan tinglash lozim. Bu juda muhim." Ibn Qoyyim rahimahulloh aytganlar: "Inson qalbi idishlarga yoki keng vodiyga o'xshaydi." Ya'ni, qalb turli narsalar to'planadigan joy. Keng vodiy ham yomg'ir suvlari va oqib kelgan sellar to'planadigan joy. Shu jihatdan qalb vodiyga ham o'xshaydi. Qalblar katta idish, yoki yaxshiliklar bilan to'lib toshadi, yoki yomonliklar bilan to'ladi. Shuning uchun salaf solihlar aytishgan: solihlarning qalbida yaxshilik qaynab, toshib turadi. Fosiq, fojirlarning qalbi esa fisq fujur bilan qaynab, toshib turadi. Ibn Qoyyim rahimahulloh so'zlarini davomida aytayaptilar: "Ilm inson qalbiga quloq orqali kiradi. Modomiki qalb ilm uchun idish bo'lar ekan, quloq esa ilmning eshigi bo'lar ekan, demak, foydali ilm olish uchun diqqat bilan tinglash kerak va qalb bilan fahmlash lozim." Eng afzal qalb yaxshilikni anglab, o'zida jamlovchi qalbdir. Yaxshilikni qabul qilmaydigan qalb toshga o'xshaydi. Ibn Qoyyimning bu so'zlari Miftahu Daris Saada kitoblarida kelgan. Demak, inson qalbi ko'p narsalarni jamlovchi katta idishdir. Agar qalb yaxshilikni jamlasa, barcha a'zolarni yaxshilikka yo'llaydi va yomonlikdan to'sadi. Qo'lni zulm qilishdan, tilni yomon so'zlardan, ko'zni haromlarga qarashdan, oyoqni harom tomon yurishdan va har qanday yomonliklardan barcha a'zolarni to'sadi va bunday qalb egalari Allohning solih bandalaridir. Mana shu o'rinda mashhur hadisning ma'nosini kengroq tushunib olamiz. Hadis quddisida: "Bandam menga nafl ibodatlar bilan yaqin bo'laveradi, hatto men uni yaxshi ko'raman. Agar men bandamni yaxshi ko'rsam, u faqat men yaxshi ko'rgan narsalarni eshitadi va faqat men yaxshi ko'rgan narsalarga qaraydi va faqat menga suyukli bo'lgan ishlarni qiladi va faqat menga suyukli bo'lgan yo'llarga yuradi. Agar bu bandam mendan biror narsa so'rasa, men unga so'raganini beraman. Agar yordam so'rab panoh tilasa, unga barcha yomonliklardan panoh beraman." Demak, Alloh uchun suyukli bo'lgan qalb iymon nuri kirib borishi uchun yumshoq, Allohning buyrug'iga ijobat qiluvchi, Allohning zikri bilan to'la qalbdir. Yomon qalb esa yaxshilik kirib bormaydigan qattiq qalbdir. Allohni zikr qilmay qotib qolgan. Albatta, Allohni zikr qilishidan to'silib qotib qolgan qalblarga vayl bo'lsin. Agar qalb nafs havo bilan to'lsa, qalbni turli botil shubhalar egallab olsa, bu qalb barcha a'zolarni yomonliklarga boshlaydi va bunday inson zalolat vodiysida adashib yuraveradi.